Mahallani obodonchiligiga qarash qo'yyag'ilar. Hay shuni ham ayamtaga qo'yasizlarmi? Yedilaring meni nima bo'lgan yutdingiz? Hey! Futbol desa jonlaringni berib yuborasanlar-a? O'sha qo'lni uyingga ikkita non ko'tarib kiradimi? Yo'q. Ma bo'lmasa, o'sha Mbappe ukam soqatibdi deb ko'tingga gamaja beradimi? Yo'q. Ma bo'lmasa, o'sha Husanov senga yordam qiladimi? Ha, sindoshim bo'lgan, doim yordam berib kelgan. Ma bo'lmasa, sol bo'lmasa, fiskal Barsa davay. Ha, Andardagi Psimansani ko'chasidagi ankaloggan ro'parasida Dennis mebelga keldim. Ha, endi uylangim keldi-da. Qallama menga kelmasang bo'lmaydi, uylanib yuboradigan mebellar bor ekan. Ha, qo'yog'i texnikalarni chet eldan olib kirishar ekan. Dermesda hamma mebellarga 30% gacha chegirma ketyapti-ku. Dermesning mebellarichi Turkiyaning mebellari bilanchi adin-madin solishib ham qo'yaverar ekan. Uyingga olib borib o'rnatib ham berishar ekan. Hozir o'taman qo'yog'i. Ha, uylanaman deb mebel ko'rgani keldim. Hozir qaytayapman, bo'pti. Boshqamizga olsam balam. Bemalol. Ya, bo'lmaydi. Ma uka, ma shu orqada o'tkazib o'tir. Kallangga qo'yog'i.